Mikel Arteta baribir ispan, baribir Turkiya jamoaning qaysi pozitsiyasini yaxshi kuchaytirish kerakligini biladi-ya do'stlar. Bruno Gemarayesh, Arsenal futbolchisi. Arsenal yana bir borishini ko'rsatdiki, bugungi kunda buyuk jamoa avvalo kuchli yarim himoyadan boshlanadi. Hozir dunyoda bu jamoanikidek kuchli uchlikni topish juda ham qiyin. Tasavvur qiling, yarim himoyada Declan Rice, Bruno Gemarayesh va Martin Odegaard. Kamiga Mikel Merino va Subemendi kabi futbolchilar zaxirada o'tiribdi. Ularga yetishmayotgan oxirgi bo'lak Vinicius Junior ham qo'shilsa zo'r bo'lar edi, lekin u Realda qoldi hisob. Agar o'tganida Arsenal dunyoning eng kuchli jamoasiga aylanishi mumkin edi. Premier Liga chempioni bo'lgan jamoa endi dunyoning eng yaxshi yarim himoyachilaridan birini o'z safiga qo'shib oldi. Bilaman, aynan jahon chempionatidan keyin Bruno Gemarayeshning heyterlari ko'payib qoldi, unga nisbatan salbiy fikrlar oshib ketdi. Ammo aynan o'sha jahon chempionatining o'zi Bruno Gemarayeshning qanday darajadagi futbolchi ekanligini bizga ko'rsatib qo'ygandi. U dunyodagi eng ko'p qirrali va eng iqtidorli yarim himoyachilardan biri. U allaqachon kuchli bo'lgan Arsenal yarim himoyasini yanada yuqori darajaga olib chiqishi aniq. Bu jamoa faqat Premier Liga chempionligini emas, balki uzoq kutilgan Chempionlar Ligasi g'olibligini ham maqsad qilmoqda. Agar Arsenal o'tgan mavsumda sizning ko'zingizga juda ham kuchli jamoa bo'lib ko'ringan bo'lsa, bu mavsumni undan ham kuchli bo'lib boshlayapti do'stlar. Hazillashmayapman. Bruno Gemarayesh transferi do'stlar butun futbol olami uchun juda ham katta transfer hisoblanadi. Yulduz futbolchi allaqachon shakllangan va mukammal tizimga ega jamoaga kelib qo'shildi. Zo'r tanlov, zo'r transfer. Ishonchim komilki, bu hamkorlik juda ham muvaffaqiyatli bo'ladi. Siz qanday fikrdasiz do'stlar? Bruno Gemarayesh